Ey sharmanda, so'zib olmay tez-tez yur. Seni odam qiz deyishga uyaladi. Buni chalbiringga qara, chalbiringga. Ertaga to'ydan keyin ham shu kiyinib berajaqmisan sen? Meni yerga apara tursiz. Seni men shahzoda kelin liboslarini olib boraman. Men seni kichkina vaqtimdan beri niyat etib qo'yganman, shu qizim ulg'ayib turmushga chiqsa, sho'rdan kelin ko'ylak kiydiraman deb. Odamlar 7-8 millionga kelin ko'ylak kiyadi, sen 2 millionga kelin ko'ylak kiysan. Qiyamat paket kelin ko'ylaklar bor. Har haftada kelib turibdi. Yur, aldima tush. Birinchi ko'ring. Mana gipermarketda 73-do'kon. Anag'ini aylanib kelsang 160-magazin. Voy qizim, bunaqni ko'r, bunaqni ko'r, toshlarni qarasang, dim chiroyli. Voy, nima neobычный ko'ylak ekan. Menga dim yoqdi. O'zim kelib bo'g'im kelib ketdi-ku. Bunani qarasam, mana nejniy qora ko'ylak ekan, dim chiroyli. Voh. Hammasi 2 million bag'ir. Hava, 3 prichoskasida ichinde. Saylaganim, qallagan ko'ylagim 2 million so'm. Hava, qalagan ko'ylak 2 million so'm. Salonchiga kiraman, ha? Havada? Qani kelin ko'ylak kiyib ko'ring. Yur. Voy, qizim, o'zingmisan? Ochilib ketsa, daq qilib ketsan, voy. Men tanlovda adashmabman, aytdim-ma sana zo'r bo'ladi deb. O'zingga lop-poloy qilib turibdi-ku. Menga dam yoqdi kelin ko'ylak, dim neobычный qarang, etaklarini, go'llarini, haqiqatan boshqacha yevropeyskiy ko'ylak ekan. Ko'nglimdagidek ko'ylak ekan, haqiqatan 2 millionga arziydigan ko'ylak ekan. Rahmat opa. Men telefon keldi sana. Ayo. Assalomu alaykum. Havo tanladim. Necha so'm? 7 million so'm. Bo'ladi yaxshi. Buning 7 million, qizim. Opa, bu ham bir strategiya. Ha, bu qizim menga o'xshamadi deb qizini yuribman. G'irt o'zim ekan-a? O'ynana shundan.